To'y haqida so'z ketganda bir aka aytadilar. Qo'shnimiz qizini chiqaradigan bo'ldi deydi. Domda turamiz. 3-qavatda. Ro'para qo'shnim, ikkita xonamni bo'shatib berdim. Xullas to'y bo'ldi deydi, keyin deydi kelinni olib ketishga to'y korteji keldi deydi. Endi domlarning oldidagi yo'l bitta mashina yuradigan yo'l. Ana u yerdagi ishni ko'rsangiz deydi. Meni quda taraf ham oddiy bir mehnatkash odamlar. Bu qo'shnim ham oddiy bir mehnatkash. Lekin bularning uyiga kelgan mashinani ko'rsangiz hayron qolasiz deydi. Falon pulga kelgan mashinalar. Shunga shuncha sarf qilganda tashqarida turib qarab turibman deydi. Tomosha qiling. Mana shu ishlardagi kamchiliklarimizni ko'rib achinayapman deydi. Oddiy bir 3-qavatda turadigan bir oddiy bir 3 xona uyda turadigan odam buncha dabdaba, buncha hashamdorlik nimaga kerak ekan? Qora aka nimaga kerak? Demak biz ommatan shu narsani gapirishimiz kerak. Shu narsaga e'tiborimizni to'g'rilashligimiz kerak azizlar.